3. 2 hafta kutilgan OLED monitorimiz O'zbekistonga yetib keldi. Katta ehtimol bilan bu monitor sanoqli monitorlardan bittasi. Chunki xabarimiz bor, hozir umuman monitor industriyasi butunlay IPS dan ya'ni IPS bozori yo'qolib, o'rniga OLED bozori egallayapti. Hozir OLEXda mana shu monitor bitta olib kelingan ekan, $1300 narx qo'yib qo'yishgan. Ya'ni bu Toshkentdagi holat. Lekin agar Amazondan olsangiz, siz buni $900 ga xarid qilishingiz mumkin. Endi farqini tushuntiraman. Bu MPG modeli MSI kompaniyasining premium segment bo'ladi. Kimdir agar shunaqa OLED olmoqchi bo'lsa, bundan $100 ga arzonga MAG ya'ni Mac degan modeli bor, lekin undan olishni maslahat beraman. Aynan mana shu MPG modelidan maslahat beraman. Bu 32 ga 4K ya'ni Ultra HD 32 dyumga 4K bo'ladi. Va QD OLED degani bu Quantum Dot degani, ya'ni OLEDni ham oddiysi emas, nihoyatda kichkina piksellar bilan umuman ko'zga piksellar ko'rinmaydigan darajada ishlab chiqilgan. Yana bir xususiyat, bu oddiy refresh emas, bu 240 Hz haqiqiy yangilanish chastotasiga ega. Haqiqiy deganimiz sababi aynan mana shu OLED 240 chastotaga, hattoki eng arzoni bo'lsa ham bironta IPS yoki VA matritsa teng kelolmaydi. Bitta TN matritsani shunda ham Benq kompaniyasiniki mos kelishi mumkin. Shunda ham uni Zowie degan ana bu gaming uchun, hattoki e-sport uchun chiqarilgan model bor. Bitta o'sha mos kelishi mumkin. Shunda ham 2586 modeli mos kelishi mumkin, lekin u Full HD 4K emas. Bu 4K 240 Hz yangilanish chastotasiga ega. Va yana bitta xususiyat, OLED bilan IPS o'rtasidagi farq nimada desa, mana dunyoda o'zi 4 ta matritsa bor edi, masalan TN, VA, IPS va yana bittasi bor edi, xullas. Va mana shu to'rosini bir tomonga qo'ysa, jamini biz uni LCD texnologiyasi deymiz. Ya'ni LCD texnologiyasi suyuqlikni moddasi o'zgarish evaziga orqadan chiqayotgan nur uchun rang o'zgaradi. Ya'ni shuni hisobiga o'rtada suyuqlik borligi uchun aynan LCD texnologiyasi OLEDdan ancha orqada yuradi. OLED nima uchun qimmat? Har bir chiroq o'zini rangiga ega. Ya'ni tasavvur qiling, har bir pikselda 3 ta rang bo'lsa, mana shu 3 ta rang o'zini yonib o'chish xususiyatiga ega. Shuning uchun 240 aylanish chastotasi bu umuman bez mikrofreymlarsiz ishlaydi. Ya'ni o'rtada freymlar o'zgarishida xiralash yo'q. Bu bir. 2. HDR 400 ga kafolat berilgan. Orqasida yozilganmi? Paket orqasida yozilmagan. Davomini ochib gapiraveraman. Bunda qora rangni ko'rsatish xususiyati, ya'ni sRGB color 100%. Ya'ni inson dizayner bo'lsa yoki da agar inson montajchi bo'lsa, bu monitor unga nihoyatda mos keladi. Mana display port, menimcha bu router avlodi, ya'ni oddiy display port emas. Hop, bitta kabel. Bu yaxshi narsa. Agar buni kompyuterga ulasangiz, siz hub sifatida monitorda ishlatishingiz mumkin. Bu HDMI va garantiyalangan, ya'ni Ultra HD kabel ko'tarishi garantiyalangan. O'zi do'stlar, bir narsani tushunish kerak. MSI kompaniyasi yer yuzida top 3 ta kompaniyaning bittasi. Ya'ni Gigabyte bor va Asus bor, MSI bor. Dunyoda o'zi mana shu sohada boshqa o'yinchilar deyarli yo'q. Bunisi nima edi? Bunisi oyoq bilan ko'tariladi. Bu oyoq. Biz oyoqni ishlatmaymiz, chunki bizda kronshtayn bor. Bunisini olamiz. Hop, yana bitta qiziq fakt.
IPS da, ya'ni LCD texnologiyasida 16 million 700 ta rang bo'ladi. Diqqat qiling, OLEDda 1 milliard rang. Ya'ni farq ancha katta. Men o'ylagandan og'irroq ekan. Men o'ylagandan ancha og'irroq ekan. Taxminan 12 kilo chiqadi. Monitorning o'zi 12 kilo chiqadi va iloji boricha mana shu yuztuban holatida kronshtaynni o'rnatib olganimiz yaxshi. Hozir mana shuni ochaylikda, keyin videoni pauzaga qo'yib ko'rasiz. Ochganimizdan keyin kronshtaynga o'rnatib yoqib o'sha joydan davom ettiramiz. Kelishdik. Yoqdim. Wow! Juda ham og'ir. Men buni o'zi kronshtayn ko'tarishiga ikkilanib qoldim. Kronshtayn ko'tarishiga men o'zi ikkilanib qoldim. 12,5 kilo. Nihoyatda og'ir. Buni bunaqa og'ir monitor ishlatmaganman. Endi kronshtaynni o'rnatish masalasi. 100 mmlik VESA standarti bo'yicha jihozlangan, mana 100 mmlik istalgan kronshtayn o'rnatish mumkin. O'zini oyoqlari doim standart bo'ladi. Bu MSI professional bo'ladi. Buni ko'rish uchun mana hozirgi joriy kompyuterimni ko'rish ham mumkin. Hozir. Mana. Ya'ni MSI'ning oyoqlari nihoyatda mustahkam bo'ladi va buriladi har tomonga chiqishlari. Bu mana bu 2kani. Buni $430 olib $300 sotib oldim. Bu уже sotildi. Endi pauzaga qo'ysiz bo'ladi. Men o'chirib ikkilanyapman buni. Nihoyatda og'ir. Sherzod shuni joylashtirib. Asos. Aylantirishingiz kerak ustoz buni. Yordamlashaveramiz? Ha, Sherzod yordamlasha oling. Qilishim bundirashimiz kerak. Monitor aylanishi kerak ekan. Ha, unaqa turish. Ha. Monitorga aylanish. Hozir вообще bo'lib qoldi-yu. Yo'q, baqa o'tmaslik kerak. Xudo. Biraz balki biz nimani ovozi? Qimirladi-da. Pauza yapıyorsunuz. Monitorimizni amallab o'rnatib oldik. Men o'ylagandan ancha chiroyliroq va yupqa ishlangan. E'tibor bering, nihoyatda yupqa. Ranglari dahshat. Hozir men bitta video ko'rsataman. IPS bilan solishtirib ko'rsak bo'ladi.
Yorug'lik shot. OLEDni eng kuchli tomoni bu qora rang. Qora rangda aniq chiqaradi. Tushunishingiz uchun IPS da qora rang mavjud emas deb hisoblaydi. Bunda qora rang bor. Aynan shu qora rang borligi uchun bu OLED nihoyatda jozibador chiqadi. Inson ko'zi bilan mos ko'ra olish texnologiyasi bor, DCPIA deydi buni. Mana shu bo'yicha bu 95% chiqaradi. Ya'ni inson ko'zi bilan jonli narsani ko'rgandagi holatni 95%ni bu chiqarib bera oladi degani. O'zi bu videoda ham asosan qora rangni test qilgan. Rangli mana ranglarni test qilgan, kontrastlar. Keyingi videoda rangni o'zini bir test qilib ko'rsak bo'ladi. Ochig'ini aytsam, bu monitor ishlab chiqarilganda men deyarli barcha internetdagi OLED monitorlarni o'rganib, kuzatganman. Baribir MSI bundan oldin ham 2K lik MSI ishlatganman. Undan keyingi olgan nechta monitorimni baribir MSI yaxshi bo'lgani uchun hozir ham bu Amazonda 4.7 ball bilan OLEDlar ichida dunyoda birinchi o'rinni egallab turibdi. Boshqa kompaniyalarniki 4.1, 4.0, 4.4 ballga tushib ketgan. Ya'ni buni ball olishi nihoyatda yuqori. Mana masalan ranglarda test qilib ko'rsak. Bir milliard rang do'stlar. Dizaynerning orzusi. Va mana shu orzuni sizlar bilan birgalikda mana bu chekkasidagi ustidagi glansiy nimani birgalikda olib tashlaymiz. Mana sizlarga qora rang. Mana qora rang. Sal uzoqroqdan olingda. Deyarli jonli narsani ko'rib turganga o'xshaydi inson. Haqiqiy OLED texnologiyasi. Qora. Ko'zqo'ni devori. Kanalimiz barcha kuzatuvchilariga rahmat. Hammaga mana shunday o'z sohasidagi eng yaxshi qurilmalarga ega bo'lishini tilab qolaman. Chunki xalqimizda bir ajoyib gap bor, ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan. Bu haqiqatan ham ishlaydi. Bunga Atom odatlar degan kitobi qayta ta'kidlaydi. Ya'ni sizda ish qurolingiz 1% ga bo'lsa ham yaxshilanishi yil davomida sizga 37% samaradorlik beradi. Buni tushungan inson uchun ish joyida umrining asosiy qismini o'tkazadi va uni yaxshilab olishi o'zini deyarli yarim baxti desak ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.